Savatlı ayollar, sizlere zo'r ish topdim. Nechik ishdaysizmi? Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Bo'yrachi mahallasida 200 o'ringa mo'ljallangan yangi ish o'rni ochilganligini e'lon etamiz. Gurlan Global Tekstil fabrikasini Shovot tumanida joylashgan Adore Tekstil bo'limini 200 o'ringa mo'ljallangan ish o'rni haqida sizlarga e'lon etdik. Shulardan 50 ta ish o'rnimiz band. Hozirgi vaqtda 150 ta ish o'rni sizlarni kutib turibdi. Endi ko'pchilikda savol paydo bo'ladi. Bu yerda nu ishlar qilinadi. Bu yerda ko'rib turganlaringizda ish ayollarga o'xshab tikuvchilik ishlari, dazmol, upakopka ishlarini bajarishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli ayollar, sizlarning o'rningiz bo'sh turibdi. Men bu yerga borgandek nishatan meni qo'lma tikuvchilik kelmaydi deyishlaringiz mumkin. Xavotir olmanglar, sizda ozgina qiziqish bo'lsa bo'ldi. Ariyanni o'zlari o'rgatadi sizlarga. Ish vaqti bozor kundan tashqari har kuni ish vaqti bo'ladi. Gündüzgi soat 9:00 dan peshingi soat 17:00 gacha ish vaqti davom qiladi. 6-kunlar peshingi soat 3 gacha ishlaysizlar. Oyliklari 1,5 million so'mdan 3 million so'mgacha bo'ladi. Agar 1 yil davomida uzluksiz ishlaydigan bo'lsangizlar, 1 oylik opusga ham beradilar. Meni uyim olisdagi deganlar uchun esa assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nereden kelib qatnashlayapsiz? Biz Leningrad Elatondan kelamiz, Yangi O'zbekiston mahallasidan. Olis emasmi kelib ketishingiz? Yo'q, aslo bizada ertalab 9 dan 5 gacha ish vaqtimiz. O'zlarimiz uchun maxsus mashina, avtomobil qo'yilgan, ya'ni bizani ishga olib kelish hamda ishga olib ketish uchun. Hamma menimcha olisdan kelib ishlaydi o'qish kerak berang. Siz nereden kelasiz aka? Men Gullardan kelaman. Oo, Gullan olis emasmi? Olis bo'lsa-da mashina qo'yibdi, shundan yoqqa olib keladi. Aka, qarmang, nereden kelib ishlaysiz bu yerga? Stansiyada mashina qo'yilgan, ishlarimiz oson. Kelgan vaqtimda necha keldi? Ya o'zingiz o'rganib keldingizmi, bu yerga kelib o'rgandingizmi? Bu yerga kelib o'rgandim, hamma mashinalarni tikishni o'rgandim. Bilmasadim. Endi liboy ayol kishi bemalol bu yerga kelsa, o'zi o'rganib ketadi axirang, o'rgatiladi hammasi. Havo. Tikishni bilmaganlar ham kelsa o'rgatadilar, bemalol o'rganib ketadi. Necha kunda o'rganib ketish mumkin? Uzoq 10 kunda. Bu yerda ish jarayonlarini chiqib bo'ladi deb ozonda kelib turib obedgacha kuzatdik. Xullas, obed vaqtdan bo'lib qolibdi. Yana bir savol paydo bo'ladi. Obedimizni chiqib bo'ladi. Obedingizdan xavotir olmanglar. Sho'rni hisobidan sizga bir obed beriladi ekan. Xullas, barcha ish qidirib yurgan Shovotli ayollar bu videoni yuborib qo'yamiz. Videoga birdan like bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Bu yerga kelish uchun mabodo siz Shovotdan keladigan bo'lsangizlar, Pir bozordan o'tganingizdan keyin Bo'yrachi svetoforindan chapga qarab aylanasiz. E'tibor qaratinglar. Bo'yrachi svetofordan chapga qarab yurganingizdan keyin 500 metr yurasizlar. Bo'yrachini madaniyat markazi bor. Madaniyat markazini yon boshidan o'ngga qarab aylangandan keyin yana bir 150-200 metr yurgandan keyin qishloq vrachlik punkti chiqadi. Ana shu qishloq vrachlik punktini orqa tarafida sizlar ko'rib turgan Gurlan Global Tekstil fabrikasiga qarashli bo'lgan Adore tikuvchilik bo'limi. Hammangizni kutamiz.